boshida endi ozgina qiyinchilik bo'ladi baribir, keyin yo'q, yaxshi yig'laganmisiz? Ha, yig'lash ham bo'lar edi. Hamma narsa bo'lar edi. Endi baribir uzoqdiki sal oyijoningizni sog'inganmisiz? Oyijonni, dadamlarni va uydagilarni baribir sog'inasiz. Keyin xo'jayinim ham sen eplaysan, senga ishonaman, sen eplaysan. Faqat shu gaplarni aytadi. Ular ham yordam beradilar, lekin faqat so'z bilan sen eplaysan Yo'q, deydilar. yordam beradilar, har tomonlama turib berar edilar. Keyin mana ko'rpa to'shak hamma narsasini o'zim tikdim. O'zim o'sha davlat tomonidan berilgan moshinadan foydalanib, hammasini o'zim tikdim. Kechalari bilan uxlamas edik, ochilib olguncha. Bir inson katta bir bog'ga kirib qolibdi. Bir chiroyli mevali daraxtni oldiga borib, undan hayratlanib, "Judayam go'zal" debdi u. Lekin u bu mevali daraxtni oldida ko'p qolib ketmabdi. Boshqa bir mevali daraxt uning e'tiborini tezda tortib olibdi. Shu tarzda bog' tugab qolibdi. Biz odatda shunday yashaymiz. Bugunning lahzalarini, baxtini his eta olmaymiz. Ertaga, kecha degan tasavvurlarimiz bilan yashaymiz. Agarda biz aynan bog'dagi bitta mevani uzib mazza qilib, o'sha yerni o'zida uni tatib ko'rsak, ya'ni hayotimizning lahzasida baxtni his qilsak, biz to'laqonli umrimizni yashab o'tgan va bog'imizning so'ngida unga shukronalik ila u bilan xayrlashgan bo'larmidik. Aynan bugun shu haqda o'ylab ko'ring. Bugun yashang, bugun baxtni his qiling. Bog'ingiz mevalaridan lazzatlanib tatib ko'ring. Biz mana shu bugunimizning qaytib kelmasligini yana bir bora his qilgan holda Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi Angren shahriga yo'l oldik. Angrenning o'zgacha tabiati borligini aytmasam ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Dasturlarimiz davomida ham biz Angrenning yoshlari hayotini e'tiboringizga bir emas, bir necha marotaba havola etganmiz. Bu safar esa yoshlar yetakchisi va hokim yordamchisi ko'magi bilan tikuv mashinasi olib, uning ortidan davlat bilan sherikchilik asosida bog'cha ochgan yoshimizni e'tiboringizga havola etish niyatidamiz. Demak, yoshimizni oldiga bizni yoshlar yetakchimiz boshlab boradi. Murat Xormay. Rahmat, o'zlaringiz charchamasdan. Xush kelibsizlar do'stlik mahallamizga. Rahmat. O'zingiz charchamayapsizmi? Yoshlar bilan ishlash oson emas. Bugungi kun yoshlari juda ham aqlli bo'lib ketishgan. Hamma narsani qo'shtirnoq ichida bilishadi. Qanday bo'lyapti ular bilan ishlash? Yo'q, o'zimiz yoshmiz. Davlatimizning yoshlariga qaratilgan yoshlar siyosatini yetkazishda bizda kuch-quvvat bor. Chunki prezident komandasidamiz. Bizning orqamizda suyangan tog'imiz albatta prezidentimiz bor. Bu bizga albatta kuch beradi, g'urur beradi va faxr beradi. Shu jarayonda yosh tadbirkorimizni hozir faoliyati bilan tanishtiramiz. Kichkina bir mehnatimizni guvohi bo'lasizlar deb o'ylayman. Qanaqa ko'mak bergansiz? Dastlab bizga murojaat qilganida bu yoshimiz ishsiz fuqaro edi. Siz fuqaro bo'lganida va ularga yoshlar daftar jamg'armasidan tikuv mashinasi va overlock ajratib bergan edik. Bu orqali bu qandaydir bir o'zida bir ishonch, yordam, davlatga bo'lgan faxr tuyg'usini his qila boshladida turmush o'rtog'ining yordami bilan imtiyozli kredit ajratib turib bog'cha ochishga harakat qilishdi va bu bog'chadagi kerakli bo'lgan ko'rpa to'shaklar va shunga o'xshagan material narsalarni o'zlari tikib, birinchi bog'chani faoliyatini yo'lga qo'ydi. Biroz muddat o'tgandan keyin 1 yilga qolmasdan ikkinchi bog'cha faoliyatini yo'lga qo'yishni boshladi. Zo'r-ku. Va hozirgi kunda 40 ga yaqin bolani tarbiyalayapti va kengaytirish jarayonida ikkinchi bog'chasi ham mavjud. U bog'chada ham 20 ga yaqin bolani faoliyatini nima qilyapti? Hozirgi kunda yosh chaqalog'i bor. Ushbu chaqalog'iga qaramasdan ham namunali oila bekasi, ham mahallamizda yosh tadbirkor, faol yosh tadbirkor deb bemalol aytishimiz mumkin. Ayollarimiz bugun juda ham faol. Albatta. Ularda mana turmush o'rtoqlarining ko'magi bilan hattoki bog'cha ochib, bir emas, ikkita bog'cha ochganliklarini ko'rsatmoqchilar. Ko'ramiz, qarang, tikib turib bog'cha ochish g'oyasi. Hamma ham jur'at yetavermaydi-da. Endi so'ramoqchi edim, kim ularga tirgak bo'ldi, suyanch bo'ldi desam, turmush o'rtoqlari degan so'zni aytganlaridan keyin dedim. Baribir ayol kishiga yonidagi hamrohi qo'llab-quvvatlovi bo'lsa,
mana shunaqa tadbirkorlik faoliyatlarini ko'raveramiz. Ketdik. Bu tadbirkor ayolimizning ismlari Shahodat. Shahodat bilan yaqindan tanishar ekanman. Insonlar agar juda ham istasalar ko'p narsa qo'llaridan kelishini shu ayol misolida ko'rdim deb hech ikkilanmay ayta olaman. Keling, dabdurustdan gapirmasdan hammasini boshidan boshlasam. Shahodat Angrenga Namanganning Pop tumanida kelin bo'lib tushgan. Tabiiyki bu ayolga bergan birinchi savolim ham shu bo'ldi. Nima uchun aynan Namangandan Angrenga kelin bo'lib tushdingiz? Yoki bu yerda kuchli va katta muhabbat bormidi? Nimaga aynan Namangandan Angrenga kelin bo'lib tushdingiz? Nima endi taqdir peshona deydimi? Qanaqa tanishib qolgansiz turmush o'rtog'ingiz bilan? Turmush o'rtog'im bilan kattalar orqali tanishganmiz. Kattalar orqali tanishganmiz. Xolisona kelin bo'lganimga 10 yil bo'lyapti. 3 ta farzandim bor. Pop tumanida qaysi yo'nalishda o'qigansiz? Pop tumanida boshlang'ich ta'limda o'qiganman. Kollejdami, institutda? Kollejda. Kollejda o'qiganman. Boshlang'ich ta'limda. Qanaqa bo'ldi Angrenga kelin bo'lib tushdingiz? Angrenga kelin bo'lib tushdim. Uydagilar uzoqda. Sog'indingizmi? Sog'indik, baribir sog'inch bo'ladi-yu. Sog'inch Sevishib bo'ladi. turmush qurmagansiz? Yo'q. Tanishib topishganmiz. Yo'q, yomon emas. Oilamiz yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim, sevishib turmush qurmagan bo'lsa, sog'inch yana ham kuchliroq bo'lsa kerak. Shunaqa bo'ladi. Boshida endi ozgina qiyinchilik bo'ladi baribir. Keyin yo'q, yaxshi o'rganib ketdik. Ha, yig'lash ham bo'lar edi. Hamma narsa bo'lar edi. Endi baribir uzoqdiki sal Oyijoningizni sog'inganmisiz? Oyijonni, dadamlarni va uydagilarni baribir sog'inasiz. Sog'inch bo'ladi baribir. Qanchada borasiz uyga? Yangi Kelinligimda 3 oy, 4 oylarda borar edim. Uyga. Uyga. Voy, bu 3-4 oydami? 3-4 oyda borar edim. Juda ham sog'inib ketgan bo'lsangiz kerak. Ha. Nega tez borib turaman desangiz, ruxsat berishmasmidi? Ruxsat berishar edi. Endi mana yo'l uzoq. Bolalar bilan borish qiyinroq. Hozirchi? Hozir lekin 15 kun, 1 oy shunaqa. Hozir oldin bulardan, uydagilardan so'rab borgan bo'lsam, hozir o'zim vaqtim yo'q borishga. O'zimda vaqt yo'q, ko'proq onam kelib ko'rib ketadilar dadam bilan. O'zimda vaqt yo'q chunki. O'zlari kelishadi. O'zlari kelib ko'rib ketishadi. Ko'proq o'zlari kelishadi. Bog'cha ochish fikri o'zi 3 ta farzandingiz bo'lguncha uyda o'tirganmisiz, qanaqa bo'lgan aytib bering? Katta farzandim borligida 4 yosh bo'lguncha uyda o'tirganman. Uyda bo'lganman. Keyin 4 yoshidan keyin o'sha katta farzandimda sal nuqsoni bor edi. Sal oyog'i desibroq, oyog'ini ichiga bosadiganroq. Unga qarab o'tirganman, operatsiyalar qildirganmiz, больницаlarda yotganmiz, keyin uyda o'tirganman. Mana shu uy kelin bo'lib tushgan uyim. O'tirgan uyingiz. Kelin bo'lib tushgan xonadonim shu yoq. Keyin tikuvchilik qilganman boshida ozgina, keyin mahallaga yordam chiqib olishgan, gaz balon yig'ib, gaz balon tarqatib, shunaqa narsalar ham qilganman. Ayol kishi oilada qachon ochilib, yana ham ayollik jozibasini ko'rsata boshlaydi. Qachonki uning oila a'zolari birinchi o'rinda turmush o'rtog'i sevib, ardoqlasa, muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsa, uni bu yo'lda qo'llab-quvvatlasa. Ayol kishi ishga pul topgani emas, kayfiyatini ko'targani, boshqa ayollar bilan uchrashib, birozgina kundalik yumushlardan chalg'igani borsa, demak, oila erkagi topish tutishi bo'yicha o'z funksiyasini a'lo darajada uddalayotgan bo'ladi. Nima uchun ishlagingiz kelganidanmi yoki moddiy tomondan? Ishlagim kelgandan. Moddiy tomondan hech ham qiyinchiligimiz yo'q edi. O'zim sal anaqa qilish uchun ishlagim kelganidan shu boshlaganman. Keyin shu bilan bu yoqdan alohida bo'lib chiqqanmiz. Alohida bo'lganimizda umuman hech qanaqa ish qilmas edim, bekorchi edim. Keyin mahalla yordamchilariga borganman. Shu men hech qanaqa ish qilmayman, bekorchiman deganimda mahalla tomonidan tikuv mashinasi ajratib berishdi. Tikuvchilik polizidan keladi deyishdi. Ha, dedim. Tikuv mashinasi ajratib berishdi. Qayerda o'rgandingiz tikishni? Tikishda o'zi qizligimdan qiziqishim bor edi tikishga. Qizligimdan qiziqishim bor edi. O'zim apocha mamchevar tikuvchi bo'lgan. Shulardan anaqa qilar edim. Keyin
tikuv mashina berishdi. Tikuv mashina kelgandan keyin qanaqadir xo'jayinim tomonidan bitta nimalari ukalari keldida bog'cha ochsangiz bo'ladi degan taklif berishdi. Keyin qanaqa bo'larkin deb boshida o'ylandim rosa. Tushunmasam, hech narsani bilmasam yo'nalishida dedim, rosa qiyinchilik bo'lsa kerak deb. Keyin tavakkal qilib, keyin xo'jayinim aytdilar, "Boshlaver, men sen bilanman" dedilar. "Boshlaver, men birgaman" dedilar. Keyin shu bilan ochdik, boshladik. Men o'zim maktabgacha ta'lim tashkilotiga asos solgan yoshlar bilan tanishish jarayonida mana shu bog'chalar ikki xil bo'lishini kuzatdim. Biri xususiy, ikkinchisi davlat bilan sherikchilik asosida. Sherikchilik asosida ochilgan bog'chalarning afzallik tomonlaridan biri xodimlarning oyliklari tadbirkor tomonidan to'lab berilmaydi. Aholiga qulay tomoni esa bu bog'chalarning to'lov puli davlat byudjeti asosida ishlaydiganlar bilan bir xilda. Biz suhbatdoshimizdan mana shunday ishlarni boshlab olishdagi ilk qadamlari haqida so'radik. Birinchi hokim yordamchisiga chiqdim. Farhod akaga chiqdim. Farhod aka, "Men shunaqa, men bog'cha ochmoqchiman hovlimga" desam, "Mayli, zo'r bo'ladi, eplab ketasiz" deb Bu xonadonni qayerdangiz sizga bo'shatib berishdimi? Ha, bu xonadonni keyingi bog'cham u yoqqa birinchi ochib, keyin bu yoqda yana talab tushdi. "Darslaringiz bor ekan, bizga ham oching mahallaga" degan talab tushdi. Bu yoqqa ham ochdim. Qaynotangiz qayerda hozir? Hozir qaynonam kelib-ketib yuradilar ishga. Faqat domda turishadi. Domda отдельно chiqamiz. Domga chiqarib yubordik. Ha, domga chiqardik. Nega? Hovlichi. Hovlida yashagilari kelgandir balki. Shu hovli sizlarga boshqa hovli olib beraman degan va'da bilan domga chiqardim. Dadajonim rosa qiynalibdilar, domda baribir hovlida yashagan odam baribir qiyin. Ayjonim kelib-ketib yuradilar, faqat dadajonim domdalar. Dadajonim kelib-ketib turishadi shanba yakshanbada. Qachon olib berasiz boshqa hovlini? Xudo xolasa mana shu yangi yilga yaqin sovg'a qilmoqchimiz, xudo xolasa. Bir gapni takrorlashdan hech ham charchamayman. Siz bir kunda hayotingizni o'zgartira olmaysiz, ammo bir kunda hayotingizni o'zgartirib yuboradigan qarorlarni qabul qila olasiz. Aynan mana shu joyda sizning qaror va fikrlaringizni o'zgartirib yuboradigan insonlarning ham atrofingizda bo'lishlarini aytib o'tgim keldi. Chunki qarorlar qabul qilinishi uchun sizga kimdir yoki bo'lmasa biror bir vaziyat ta'sir qilishi lozim. Men birinchi boshlaganim shu eng kuchli anonsi motivatsiya bo'lar ekan odamga. Kim motivatsiya berdi sizga? Hokim yordamchimiz Farhod aka bilan mana shu xo'jayinim doim yonimda turdilar. Farhod aka menga juda ham ko'p yordam berdilar. Hokim yordamchimiz 33 millionlik kredit chiqarib berdilar. 100 millionlik kredit oldim. Mana shunaqa kredit bilan boshlab oldim. Keyin xo'jayinim ham "Sen eblaysan, senga ishonaman, sen eblaysan" faqat shu gaplarni aytar edilar. Ular ham yordam beradilar, yoki faqat so'z bilan "Sen eplaysan" deydilar? Yordam beradilar, har tomonlama turib berar edilar. Ular qayerda ishlaydilar? Xo'jayinim oldin vulkanizatsiyamiz bor edi. Hozirda bolalarni ertalabda shahardan ham keladigan bolalarim bor. Olib borib kelamiz. O'shanda shu yonimdalar. Birga ishlaysizlar. Birga ishlaymiz hozirgi kunda. Ilk qadam nima bo'ldi? Ilk qadam qo'yishimiz shu hujjatlashtirish qanaqa ekan, nimadan boshladi? Birinchi xonani bog'cha holatiga keltirishdan boshladik. Usta tashlab, u yoq bu yoqni qildirdim, keyin rasmlar tushirtirdik, o'qildik. Mana shu birinchi holatiga keltirib oldim. Keyin hujjatga o'tdik. Ariza berilar ekan. Ariza beriladi, 3 ta joyga ketiladi. SESga, Pajarkaga, vazirlikka chiqadi. SESga ariza bergandan keyin SES kelib tekshirib ketdi, yaxshi deb xulosa berishdi. Keyin Pajarka kelib, signalizatsiya nimalarini qo'yib, yaxshi deb xulosa berishdi. Keyin o'sha vazirlikka chiqdi hokimiyatimiz. Vazirlikka chiqqandan keyin 3 kunda qaytib keldi. Ochsangiz bo'ladi degan javob keldi. Shu bilan boshlab oldim. Boshida 9 ta bola bilan boshladim. Qayerdan topdingiz 9 ta bola? Bog'cha ochilayotganini ko'rib, mana bezaklar berganingizdan keyin ota-onalar kelishni boshladi. Bog'cha ochyapsizmi? Bolam yozib qo'ying qabulga deyishni boshlashdi. Keyin shu birinchi kunlari 9 ta odam bilan bir hafta ishladim. Keyingi haftamga 20 ta bo'ldi. Kuniga 2 ta 3 ta qo'shilib kelar edi.
Tadbirkorlik faoliyati haqida gap ketganda, unda sizning mahsulotingiz yoki xizmat ko'rsatishingizning reklamasi alohida mavzu ekanligini aytib o'tmoqchiman. Chunki insonlar siz haqingizda bilishmasa, tabiiyki ehtiyoj bo'lsa-da, sizning mahsulotingizni sotib olishlari haqida gap ham bo'lishi mumkin bo'lmay qoladi. Shahodat ham so'zlarimizni tasdiqlab, reklama bo'lmasa bo'lmaydi-ku degan gaplarini aytdi. Batafsil barcha imkoniyatlari yoritib berilgan reklama orqali mijozlar oqimi o'z-o'zidan ko'payib boraveradi. Nima dedingiz? Reklama ham berar edik. Reklama talabi yo'q. Reklama bermasak, gruppalarga, mahalla gruppalariga berdik. Keyin xo'jayinim bilan o'zimiz ikkalamiz reklama chiqartirib, yopishtirib ham keldik. Hamma joyga o'zim yopishtirib, shunaqa qilib keyin mana ko'rpa to'shak hamma narsasini o'zim tikdim. O'zim o'sha davlat tomonidan berilgan moshinadan foydalanib, hammasini o'zim tikdim. Kechalari bilan uxlamas edik, ochilib olguncha. Qiynalib ketmadingizmi? To'g'risi. Qiynaldim, ozgina qiyinchilik bo'ldi baribir. Bor deb tashab ketgisi keldimi? To'g'risi. Tashib ketgim ham keldi. Lekin yonimdagi atrofimdagi odamlar yo'q, eblaysan. Nega yarmida tashib ketasanmi degan gaplar bo'ldi. Shu bilan yana o'zimni tiklab ketaverdim. Tushkunlikka tushgan paytlaringiz ham bo'ldimi? Bo'ladi-ku. Bo'ldi. Qanaqa qilib chiqib ketdingiz? Men mana tushkunlikka tushib qolgan paytlarim mana shu bolalar ichiga kirar edim. Bolalar ichiga kirsam, mana bolalarni fikringiz umuman boshqa nimaga o'tib ketadi-da. Bolalar bilan o'tirsangiz, boshqacha bo'lib ketasiz. Bolalar ichiga kirib, bolalar bilan o'tirib, mana shu bolalar bilan kerak bo'lsa o'ynab, bolachasiga o'ynasangiz baribir unutar ekansiz hamma narsani. Yo'q, yaxshi chiqib ketib, mana shunaqa qilib yuribmiz. Xudo xolasa, 1 yil bo'ldi narigi bog'cham ochganimga. Bu yoqqa yanvarda ochdim. Bu yoqda ham yomon emas. 50 ta bolam bor. Bu yoqda 42 ta kelganni o'zi, dokumentda 50 ta bor bu yoqda. Oyiga nech puldan bog'cha? Oyiga 250 mingdan. Shu davlat narxi bilan bir xil. Bizda nimaga unaqa bir xil? Mana mahallani sharoitiga kelib chiqqan holatda shu 250 ming qilib qo'yganmiz davlat narxida qilib. 5 ta kam ta'minlanganim bor, tekinga olganman. Buni pulini kim to'laydi? Davlat tomonidan to'lanadimi? Davlat tomonidan subsidiya beriladi. Subsidiya beriladi faqat 3 yoshdan tepasiga. Bizda hozir mana 3 yoshdan tepa bo'lmagan bolalarda ham mana 2,5 yoshli, lekin onasi ishga chiqa olmayapti, qiynalyapti. Keyin bog'chaga berishga sharoiti yo'q. Shunaqa oilalardan mana hokim, mana mahalla yordamchilari tomonidan berildi. Shularni oldik. Xudo xolasa mana bizga keldi, bolalar o'rganib ketdi. Onalari ishga chiqib yurishibdi. Qarayapmiz. Xudo xolasa yaxshi. Nechta ayol ish bilan ta'minlagansiz? Boshida shu 2 ta ayol olganman. 2 ta ayol bilan o'zim boshlaganman. Oshpazliklarni hammasini o'zim qilar edim boshida. Keyin hozirda narigi bog'chamda 5 ta ishchi o'g'lim bor. 5 ta ayol olganman. 2 ta tarbiyachi, 2 ta nyanka, bitta oshpaz. 2 ta dars keladi. Dars keladi. U darsimiz ingliz tili, rus tili. Ular soatiga o'tib ketishadi darslarini. Bu yoqda ham 4 kishi, 2 ta tarbiyachi, 2 ta yordamchi, bitta oshpaz. 5 kishi oshpaz bilan. Bu yoqqa ham 2 ta dars keladi, rus tili, ingliz tili. Nech puldan nech pulgacha oylik berasiz? Oyligimiz mana tarbiyachilarimizga davlat tomonidan beriladi. Tarbiyachi yordamchilariga. Davlat bilan sherikchilik asosida sherikchilikda. Tarbiyachi bilan tarbiyachi yordamchisiga davlat tomonidan chiqadi. Shu o'zi nima diplomiga qarab chiqariladi. Hammaga har xil chiqqan. Tarbiyachi yordamchimiz 1 million 300 davlat tomonidan chiqqan oyligi. Qo'shimcha ham qo'shib beraman. Endi bir oilaga yordam bo'lsin. 1 million 400, 1 million 500 qilib beraman oyiga. Nech pul o'zi? 1 million 300 anundan chiqadi. Pensionerlar ushab, uni qo'liga 1 million 100 qo'liga tegadi. Siz qancha qo'shib berasiz? 300 ming, 400 ming qo'shib beraman oyiga. Juda ham yaxshi. Chin dildan, qalb qo'ri bilan qilingan ish albatta o'zining shirin mevasini bermasdan qo'ymaydi. Faqatgina bu jarayonda biroz qiyinchilikka bardosh berish kerak xolos. Shahodat kechalari uxlamasdan bog'chadagi bolajonlar uchun choyshabni o'z qo'llari bilan tikdi. Turmush o'rtog'i bo'lsa bu payt farzandlarga qarab turish bilan shug'ullandi.
Keling, er-xotinlarni qo'pol qilib, qo'sh ho'kizlarga emas, qo'sh gullarga qiyoslasak. Gullarning go'zal bo'lib ochilishi uchun faqatgina bir tomonning harakati yetmaydi. Ikkala tomon birdek, bir-birini qo'llab-quvvatlab oldinga qarab intilishi lozim bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Endi kechalari bilan tikar edik. Bu o'g'lim, katta o'g'lim maktabga borar edi, ikkinchim bog'chaga borar edi. Boshqa bog'chaga berib, ochib o'zimniki ochilguncha boshqa bog'chada yurar edi. Keyin o'zimniki ochilgandan keyin o'zimnikiga o'tgan. Kechqurun shu xo'jayinim bolalarga qarab turar edi, men tikar edim. Shunaqa qilib, lekin kechqurun ham ikkalamiz ham uxlamasdan bezaklar berib, xonalarni yasatib, ochilguncha qiynalganmiz. Uchinchi farzandingizni dunyoga keltirdingiz. Qanaqa bo'ldi? Uchinchi farzandimda bog'chalarim ishlar edi, bog'chalarim joy-joyiga tushgandi. Shu yurdik, men shu ishda bo'ldim, postoyanno ishda bo'ldim. Umuman dam olmadim, больницаga borishga ham vaqtim yo'q edi, to'g'risi. Afsuslanmadingiz? Yo'q, yaxshi. Keyin uchinchi farzandim dunyoga keldi. Ikkita o'g'ildan keyin qiz farzandli bo'ldik. Больницаdan chiqib, anaqa shanba kuni больницаdan chiqdim. Ishchilarim kelasizmi deb anaqa qilishdi. Keyin shanba kuni больницаdan chiqib, yakshanba kuni dam oldik, dushanba kuni ishga chiqqanmiz. O'sha bu ishdamiz. Demak, farzandni dunyoga keltirganingizdan keyin shanba kuni chiqib, 5 kunlik bola bilanmi, 6 kunlik bola bilan 6 kunlik bola bilan yana ishga chiqib ketdingiz. Chilla saqlash shunaqalik bo'lmadi. Yo'q. Umuman chilla saqlaganimiz yo'q. Xudoga shukr, bolam ham yaxshi, yomon emas, yig'lab qolmas, tushunadi, onasini tushungan holatda. Unaqa yig'lab, injiqligi yo'q. Yig'lagingiz kelgan paytlar bo'lganmi? Ha, qiynalib ketganimda bo'lar edi. Nima deb yig'lagingiz kelardi? Babrali yoningizda onamlar uzoqda bo'lgan shu sog'inch ozgina qiynar edi. Shu mana qiynalgan paytimda qo'limdan oladigan odam bo'lmagani, lekin xo'jayinim doim turib berganlar, yonimda bo'lganlar. Kerak bo'lsa qizimni bemalol eplab ko'tarib qaraydilar. Shunaqa paytlarda sal. Shahodat ikkita bog'cha ochish bilan to'xtab qolish niyatida emas. Uning orzulari ko'p. Bu orzular esa allaqachon maqsadga aylanib reja qilib bo'lingan. Mana orzu bilan qanday ishlash kerak? Ana o'shanda sizning istaklaringiz osmondagi olis yulduz bo'lib ko'rinmaydi. Uni qo'lingizni cho'zib olishingiz mumkin. Faqatgina buning uchun siz ma'lum bir strategiya asosida harakat qilishingiz kerak. Rejalarim juda ham ko'p hali. Rejalarim ko'p. Yana bog'cha qilmoqchiman. Qayerda? Shu o'zimizni narigi Birketniy mahallasida, Do'stlik mahallasida tepa tomondagi dachalar tomonda bog'cha yo'q ekan. Yo'q joyda ko'zlab yuribman. Endi o'sha yaqinlarga bog'cha qilmoqchiman. Bir ikkita taklif ham tushdi. Men uyimga bog'cha qil, o'sha arendaga beraman, bog'cha qil deganlar bo'ldi. Shunga endi harakat bor, yo'q emas. Kreditlarni to'layapsiz? Kreditlar to'layman. Oyiga necha pul daromad qilasiz? Oyiga daromadim o'rtacha hisobda olganda 30 million bor. 30 million bor. Dastur avvalida bog'dagi go'zal mevalar haqidagi rivoyatni sizga bejiz aytib berganim yo'q. Biz doim hayotimiz zo'r bo'lishini istaymiz. Eng zo'r uy, eng qimmat mashina, hech kim bormagan va 5 yulduzga ega bo'lgan mehmonxonali sayohatlar. Ammo nima uchundir bizning mana shu manzilga eltuvchi yo'l qayoqqadir g'oyib bo'lgandek. Hech ham yo'l yo'qdek ko'rinaveradi. Xo'sh, nima uchun? Qachon biz o'sha orzulagan englariga yetishamiz? Qachon o'sha burningizning tagida turgan kamtarona va ko'p bo'lmagan daromadli yo'l aynan siz izlagan manzilga olib chiqadi? Chunki hech narsa birdaniga oldingizga mo'l va ko'l bo'lib kelib qolmaydi. Siz shunga loyiq bo'lishingiz va ma'lum chig'iriqlarni bosib o'tishingiz kerak. Buni unutmang. Ko'rishguncha omon bo'ling.